displaziyada gipsni 6 oygacha qo'yish umuman mumkin emas. Qarang, displaziya degani o'zi chanoq suyagidan son suyagini chiqishi deb aytiladi. Bu asosan nimadan kelib chiqadi? Kalsiyda onada ham bolada ham yetishmovchiligidan. Sizni qorningizda paytingizda o'zi kalsiy yetishmagan, shuning natijasida bolaga ham normalni son bilan boyagi son suyagini golovkasini o'sishiga normal bo'lmagan. Hali bu bola o'sayotgan bola bo'lsa, 6 oygacha u 1 yilgacha buni qanday o'sadigan davri-ku, 6 oygacha hech kimga gips mumkin emas. Buni umuman noto'g'ri qilgansiz. Bir tishlaringiz murtga o'xshab yotibdi. Tirnoqlaringiz tez sinadimi? Tez sinadi, ha? Ana endi qarang, sizda o'zi yetishmagan narsa bolaga qayerdan yetishadi? Umuman 6 oygacha umuman mumkin emas gipsni qo'yish. Sababi bola o'syapti, organizm o'syapti. Qanday qilib o'sayotgan organizm bunaqa qilib to'g'risini esa bor-ku, bunday qilib gapirganda kishanlab tashlanyapti. Mumkin emas bu narsa. Hozir bizlar bolangizning rentgenini ko'rdik, o'zini ahvolini ko'ryapmiz. Mana gipsi bir oy bo'lyapti qo'ydirganingizga. Endi bunday qaraymizda, bunga yetishmayotgan narsalarni aniqlab, yetishmayotgan narsani beramiz bunga. Ona suti bilan emizayotgan bo'lsa, sizga beramiz yetishmayotgan narsalarni. Bizlarda kurs lichinamiz 10 kunlik, mana 10 kunlik kurs lichiniga yozing. Yoziling, hech qanaqangi massajsiz, hech qanaqa gipsiz aynan bolangizni son, chanoq chiqishlarini davolab bera olamiz.